Bugun sizlar bilan o'tiladigan asosiy mavzumiz have got, has got haqida bo'ladi. O'tgan safar sizlar bilan am is are degan, ya'ni insonni kimligini yoki biror narsani nimaligini aytish uchun am is are ishlatilgan. I student, men studentman, siz doktorsiz, u mushuk yoki u daraxt, u mashina degan narsalar ishlatilgan. Bugun sizlar bilan have got, has got, ya'ni bu ham xuddi shunday fe'l hisoblanadi. Bor, yo'q, bormi degan shu tarjimaga. Bu boshladik. Affirmative shakl bilan boshladik. Affirmative degan ingliz tilida darak degan uch xil shakl bor dedik. Darak, so'roq va inkor. Demak boshladik. I, you, we, they ga, ya'ni mana shu to'rt tala olmoshimizga nisbatan have got ishlatiladi. I have got degani menda bor degani. You have got degani sizda bor degani. We have got bizda bor, they have got ularda bor degan tarjimani beradi. Demak, he, she, itga nisbatan has got ishlatamiz, tarjimasi unda bor. Sizda yoki biror bir shaxsda yoki biror bir narsada nimadir borligini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Demak, gaplarni tuzib boshlaymiz. Birinchi gapimiz bo'ladi, misol uchun I have got book. I have got book desin. Tarjimasi menda bor kitob. Ya'ni meni kitobim bor degani. Yoki yozishingiz mumkin. You have got dog. Sizda nimangiz bor? Sizda itingiz bor bo'lsa. Yoki we have got cars. Bizni mashinalarimiz bor. Bizda bor mashinalar. Ishlab chiqaramiz. He o'tamiz. He has got, misol uchun cat. Uni mushugi bor. She has got toy. Uni o'yinchog'i bor. Endi it has got tail. Uni dumi bor. Uni dumi bor. Biror bir narsa yoki biror bir shaxsda nima borligini ko'rsatib berish uchun ishlatiladi. Esdan chiqarmaysizlar. Agarda have got, has got ni o'rniga emizar qo'yadigan bo'lsangiz, I have got ni o'rniga I am book deb o'radigan bo'lsangiz, men kitobman degan. I am book degani men kitobman degan. I have got book degani meni kitobim bor degan. Have got, has got bilan emizar chalkashtirmas. Emizar sizni kimligingizni ko'rsatib beradi. I am student, men studentman. Agar have got, has got bo'lsa, sizda nima borligini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Yoki he has got cat dedik. He has got cat degani uni mushugi bor dedik. Lekin has o'rniga he is cat degan bo'lsangiz, u mushuk deb qo'yasiz. U mushuk deb qo'yasiz. Yoki ko'pchilikcha you have got, sizda it is bor bo'lsa, you are dog deydi. You are dog degani juda ko'p. You are dog degani siz itsiz deydi. Kimgadir you are dog deb borsangiz, siz itsiz bo'lib qoladi. U qo'pol xato. You bunga nisbatan have got ishlatsangiz, sizda it bor degan tarjima beradi. Bu darak shakli. Xuddi shunday qilib tartib bilan yozib olishingiz kerak bo'ladi. Endi buni bir chekka olib qo'yamiz. Bu biror narsa borligini bildiradi. Agar sizda biror narsa yo'q bo'lsa, xuddi shunday have got, has got dan foydalanasiz. Bunda bizga kerak bo'ladi. Endi negativ shakl. Buni tarjimasi yo'q degan tarjima beradi. Negativ degan inkor shakl. Yo'q degan tarjimani beradi. Doimgidek yana I ni yozaman, you ni yozaman, we ni va they ni yozamiz. Ularga nisbatan have ishlatiladi. Lekin go'tdan oldin bittagina not inkorreklamasini qo'yadigan bo'lsa, yo'q degan tarjima beradi. I have not got. Menda yo'q. You have not got. Sizda yo'q. We have not got. Bizda yo'q. They have not got. Ularda yo'q degan tarjimani beradi. Endi he ga, she ga va itga nisbatan has not got tarjimasi unda yo'q degan. Boshladik. I have mana bu yerdan kichikroq yozsak bo'ladi ekan. Buni o'chirib tashlagan bo'ladi. Bu tomoni bizga kerak bo'lmaydi. Demak, boshladik. I have not got. Menda yo'q cat. Meni mushugim yo'q. I have not got cat. Meni mushugim yo'q. Mana bu bitta have not got ni o'zi sizda nimadir yo'qligini ko'rsatib beryapti. Yoki we have, bizda yo'q, misol uchun dogs, bizni itlarimiz yo'q degan bo'lsak. Yoki aytishimiz mumkin. They have not got cars. Ularni mashinalari yo'q. Bittagina mana shu shakl yo'q degan tarjimani beryapti. Keyingisiga o'tamiz yoki keyinlarga o'tamiz. He has not got pen. Uni ruchkasi yo'q. Yoki it has not got, mana bu yer it has got not got tail. Uni dumi yo'q degan bo'lsa. Bittagina not inkorreklamasini qo'yib chiqsangiz, sizda nima yo'qligini ko'rsatish ishlatadi. Bu yo'q. Lekin birovdan bilan so'ramoqchisiz. Itingiz bormi?
Mushugingiz bor va ruchkangiz bormi, daftaringiz bormi, ustoz? Ingliz tilida bir daftaringiz bormi, kitobingiz bormi deb so'roq bersak, bunda ham xuddi shunday have got orqali ishlatamiz. Buni yozib olasiz. Mana shunday qotirib turib, bir rasmga olsangiz bo'ladi, screenshot qilib. Keyin daftaringizni tartibini yozib olsangiz bo'ladi. Buni ham o'chirib turamiz. Endi sizda biror narsa bormi deb so'ralsa, bunda ham xuddi shunday have got ishlatiladi. Va bu ingliz tilida interrogativ deyiladi. Interrogativ degani so'roq degani, so'roq shakl degani. Bunda bo'lsa sal boshqacha bo'ladi. Emizarni egadan oldinga chiqarganim kabi, bunda ham xuddi shunday have ni egadan oldinga chiqarish orqali yasaladi. We va they bo'ladi va bu tomoniga got bo'ladi. Tarjimasi bormi? Misol uchun yozaman. Have you got cat? Mushugingiz bormi? Have egadan oldinga chiqib, so'roq shakli bormi degan tarjimaga o'zgarib ketdi. Yoki have they got dog? Ularni iti bormi? Ana shunday. Endi has ham xuddi shuni egadan oldinga chiqarsam, he, she va itni yozib, bu tomoniga got qo'ysam, buni ham tarjimasi bormi? Unda bormi? Have I got? Menda bormi? Have you got? Sizda bormi? Have we got? Bizda bormi? Have they got? Ularda bormi? Has he, has she, has it got? Unda bormi degan tarjima beradi. Misol uchun, uni o'yinchog'i bormi? Has she got toy? O'yinchog'i bormi uni? Yoki has he got car? Uni mashinasi bormi? Yoki has it got tail? Uni dumi bormi desak? Ana shunday. Buni ham xuddi shunday yozib olasiz tartib bilan. Sirj qo'ysiz bo'ladi. Endi sal kishatib tepaga ko'tarib umumiylashtiramiz buni. Xo'p. You have got dog degani sizda it bor degani. Endi you have not got dog degani sizda it yo'q degani. Not qo'shiladi. Yana bittasi yozadigan bo'lsa have you got dog bo'lsa sizda it bormi degan tarjimani beradi. Xo'p, he has got cat. He has got cat. Uni mushugi bor. Endi he has not got cat bo'ldi. Uni mushugi yo'q bo'ldi. Uni mushugi bormi bo'lsa? Has he got cat? Uni mushugi bormi? Mana shunday tarjimaga ega bo'ladi. Buni ham xuddi shunday tartib bilan daftarga yozib, erinmang, har bittasiga darakka 15 ta, so'roqqa 15 ta, inkorga 15 ta gap tuzing, sizda footprint bo'lib qoldi, hech qanday chiqmaydi.